Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlar bilan pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan, masalan, aniq va tushunarli qilib muhokama qilaman. Gap iyulgacha ayrim pensionerlarga berilishi kerak bo'lgan summalar, yangi ro'yxatlar, qayta hisob-kitoblar, kechikkan to'lovlar va kimlar o'z pulini talab qilish kerakligi haqida ketadi. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, vasiylariga va oilasida keksa insoni bor har bir kishiga tegishli. Chunki ko'p hollarda odamlar o'ziga tegishli pul borligini bilmaydi, hujjat topshirmaydi yoki noto'g'ri ma'lumot sababli oylar davomida kutib qoladi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va yaqinlaringizga ham yuboring. Men bu mavzuni mutaxassis sifatida oddiy tilda hayotiy misollar bilan tushuntirib beraman. Avval bu masala qanday bo'lganini tushunib olaylik. Pensiya to'lovlari odatda har oy belgilangan jadval asosida beriladi. Kimdir pulni bank kartasiga oladi, kimdir pochta orqali uyiga yetkazib berilishini kutadi. Lekin pensiya faqat bitta oddiy oylik to'lovdan iborat emas. Ba'zi hollarda pensiya qayta hisoblanadi, ustama qo'shiladi, avval to'lanmagan farq qaytariladi. Nogironlik guruhi, ish staji, boquvchisini yo'qotganlik, yoshga doir pensiya, nafaqa yoki kompensatsiya bo'yicha alohida hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Oldin ko'pchilik shunday o'ylardi. Pensiya qancha chiqsa, shuncha bundan ortiq talab qilib bo'lmaydi. Aslida esa bu noto'g'ri. Agar hujjatda xatolik bo'lsa, ish staji to'liq kiritilmagan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari hisobga olinmagan bo'lsa, nogironlik bo'yicha hujjat o'z vaqtida yetib bormagan bo'lsa yoki indeksatsiyadan keyingi farq to'liq to'lanmagan bo'lsa, pensionerga qo'shimcha summa berilishi mumkin. Mana shu joyda yangi ro'yxat degan tushuncha paydo bo'ladi. Ya'ni mas'ul tashkilotlar ayrim toifadagi fuqarolarni alohida tekshiradi. Kimga qancha farq, kimga qancha ustama, kimga qancha kechiktirilgan to'lov tegishli ekanini aniqlaydi. Endi nima o'zgardi? Asosiy o'zgarish shundaki, pensionerlar bo'yicha ma'lumotlar ko'proq elektron bazalar orqali solishtirilmoqda. Avval odamning o'zi hujjat ko'tarib yurishi, arxivdan ma'lumot olib kelishi, idoradan idoraga qatnash ko'p uchrardi. Hozir esa ayrim ma'lumotlar avtomatik tekshiriladi. Lekin bu hamma narsa avtomatik hal bo'ladi degani emas. Men aynan shuni ta'kidlayman. Agar siz jim o'tirsangiz, ba'zi pullar o'z-o'zidan kelmasligi mumkin. Ayniqsa eski ish staji, sobiq korxona hujjatlari, boshqa viloyatda ishlagan davr, harbiy xizmat, bolani parvarish qilish davri, nogironlik hujjati yoki bank rekvizitidagi muammo bo'lsa, albatta aniqlik kiritish kerak. Birinchi navbatda pensiyasi yaqinda qayta hisoblanganlar e'tibor berish kerak. Masalan, fuqaro 2024 yil oxirida yoki 2025 yil boshida qo'shimcha ish staji bo'yicha hujjat topshirgan bo'lsa, unga pensiya yangi miqdorda chiqishi mumkin. Agar yangi miqdor aprel oyidan boshlab hisoblangan bo'lsa, lekin hujjat yanvar oyidan kuchga ega bo'lsa, yanvar, fevral, mart va aprel oylaridagi farq bir martalik summa sifatida berilishi kerak bo'lishi mumkin. Mana oddiy misol. Pensioner ming so'm pensiya olib kelgan. Keyin uning 4 yil qo'shimcha ish staji topildi va pensiyasi 26 ming so'mga oshdi. Farq 160 ming so'm. Agar bu farq 5 oy uchun hisoblanadigan bo'lsa, umumiy summa 6 ming so'm bo'ladi. Bu katta pul emasdek tuyulishi mumkin. Lekin dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat uchun pensionerga juda kerakli mablag'. Ikkinchi toifa pensiya yoki nafaqasini kartaga olayotgan, lekin kartasi yo'qolib qolgan, muddati tugagan yoki bank rekviziti o'zgargan fuqarolar. Men amaliyotda ko'p ko'rganman, odam pul tushmadi deb o'ylaydi. Aslida esa to'lov qaytgan bo'ladi. Masalan, pensioner otaning eski kartasi muddati tugagan, yangi karta ochilgan, lekin pensiya jamg'armasi bazasida eski karta turibdi. Natijada 1 oy yoki 2 oy pul kelmay qoladi. Bu pul yo'qolib ketmaydi. Lekin uni olish uchun bank va pensiya bo'limidagi ma'lumotlarni to'g'rilash kerak. Iyulgacha yangi ro'yxat deganda ham aynan shunday texnik sabab bilan to'lanmay qolgan summalar bo'yicha aniqlashtirishlar nazarda tutilishi mumkin. Uchinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda juda muhim noziklik bor. Nogironlik guruhi o'zgarsa, muddat uzaytirilsa yoki qayta tibbiy ko'rikdan o'tilsa, to'lov miqdori ham o'zgarishi mumkin. Masalan, avval 3 guruh bo'lgan fuqaro keyin 2 guruh deb topildi. Agar tibbiy xulosa ma'lum sanadan kuchga kirgan bo'lsa, o'sha sanadan boshlab yuqoriroq to'lov hisoblanadi. Lekin hujjat tizimga kech tushsa,
farq keyinroq to'lanadi. Bunday vaziyatda odamlar nega menga faqat keyingi oydan oshdi deb hayron bo'ladi. Aslida hujjatdagi sana qaror sanasi va to'lov sanasi alohida tushunchalar. Siz aynan qaysi sanadan boshlab hisoblanganini so'rab yozma ravishda javob olishingiz kerak. 4-toifa boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa oladigan oilalar. Bu yerda farzandning yoshi, o'qishi, kunduzgi ta'limda o'qiyotgani. Oiladagi boshqa oluvchilar soni muhim. Masalan, 2 nafar farzand boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bo'lsa, ulardan biri 19 yoshga to'lganda yoki o'qishni tugatganda to'lov tartibi o'zgaradi. Aksincha, agar u kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, hujjatini vaqtida topshirsa, to'lov davom etishi mumkin. Hujjat kech topshirilsa, ayrim hollarda o'tgan davr uchun ham hisob-kitob qilinadi. Lekin bu avtomatik bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun talabalik ma'lumotnomasi, pasport nusxasi, ariza va kerakli hujjatlar vaqtida taqdim etilishi shart. 5-toifa ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik ishlayotgan pensioner pensiya masalasida hech narsani tekshirtirmaydi. Aslida ish davri, sug'urta badallari, ish haqi haqidagi ma'lumotlar kelajakdagi qayta hisob-kitobga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, pensioner nafaqaga chiqqandan keyin yana 2 yil rasmiy ishlagan bo'lsa, ayrim holatlarda bu ma'lumot qayta ko'rib chiqilishi kerak bo'ladi. Lekin ish joyi ma'lumotni to'g'ri kiritmagan bo'lsa yoki shartnoma norasmiy bo'lgan bo'lsa, hisobga olinmasligi mumkin. Shuning uchun rasmiy ish staji va to'lovlar haqida MyPongubuz soliq ilovalari yoki tegishli idoralar orqali ma'lumotni tekshirish foydali. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyangizni har oy o'z vaqtida olayotgan bo'lsangiz, yaqinda hech qanday hujjat topshirmagan bo'lsangiz, nogironlik guruhi o'zgarmagan bo'lsa, kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pensiya miqdori bo'yicha sizda savol bo'lmasa, vahimaga tushish shart emas. Lekin baribir bir marta tekshiruvdan o'tish zarar qilmaydi. Chunki ba'zi xatolar yillar davomida bilinmay yuradi. Men doim shuni aytaman. Pensioner o'z pensiyasini xuddi bankdagi omonatdek nazorat qilishi kerak. Har oy qancha tushdi, qaysi sanada tushdi, oldingi oyga nisbatan farq bormi? Agar farq bo'lsa, sababi nima, bularni bilish kerak. Endi eng ko'p uchraydigan xatolar haqida gaplashamiz. Birinchi xato, odamlar og'zaki gapga ishonib qoladi. Masalan, sizga hech narsa chiqmaydi, ro'yxatda yo'qsiz. Kutib turing, keyingi oy keladi degan javoblar ko'p eshitiladi. Men bunday vaziyatda har doim yozma murojaat qilishni tavsiya qilaman. Chunki yozma murojaat bo'lsa, unga rasmiy javob berilishi kerak. Rasmiy javobda esa sabab ko'rsatiladi. Hujjat yetishmayapti, hisob-kitob qilingan, rad etilgan, bazada ma'lumot yo'q yoki boshqa asos. Og'zaki javob esa keyin isbot bo'lmaydi. Ikkinchi xato, arxiv hujjatlarini to'liq tekshirtirmaslik. Ayniqsa Sovet davrida yoki 1990-yillarda ishlagan fuqarolarda bu muammo ko'p. Korxona tugatilgan, nomi o'zgargan, arxiv boshqa joyga topshirilgan bo'lishi mumkin. Odam men 10 yil ishlaganman deydi, lekin ba'zida 6 yil ko'rinadi. Mana shu 4 yil pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, qo'shimcha staj hisobga olinsa, oyiga tabani 1000 yoki buga 7000 so'm farq chiqishi mumkin. Bir yilda bu ko'gusa 6000 so'mdan 1 million 800 so'mgacha bo'ladi. Demak, bir qarashda kichik farq uzoq muddatda katta mablag'ga aylanadi. Uchinchi xato, pensiya miqdori oshgani bilan o'tgan oylar farqi berilmaganini tekshirmaslik. Masalan, pensionerga may oyida pensiya oshib tushdi. U xursand bo'ldi va shu bilan to'xtadi. Lekin oshirish mart oyidan hisoblanishi kerak bo'lgan bo'lsa, mart va aprel oylari farqi alohida to'lanishi kerak edi. Agar bu farq tushmagan bo'lsa, savol berish kerak. Menga pensiya qaysi sanadan qayta hisoblandi? O'tgan davr uchun farq hisoblandimi? Qaysi oyda to'lanadi? degan savollarni aniq yozish kerak. 4-noziklik, hamma pensionerga bir xil summa berilmaydi. Internetda hamma pensionerga falon so'mdan beriladi degan xabarlarni ko'rsangiz darhol ishonmang. To'lovlar toifaga, hujjatga, hisob-kitobga, stajga, yoshga, nogironlik guruhiga, yashash joyiga va boshqa omillarga bog'liq bo'ladi. Bir odamga 200 ming so'm farq chiqishi mumkin, boshqasiga 1,5 million so'm chiqishi mumkin, uchinchi odamga esa umuman qo'shimcha chiqmasligi mumkin. Shuning uchun qo'shnim oldi. Men ham olishim kerak yoki menga chiqmadi. Demak aldashdi degan xulosa shoshilinch bo'ladi. Har bir ish alohida ko'riladi. 5-noziklik ortiqcha to'lov masalasi. Bu juda muhim. Ba'zi hollarda pensionerga ortiqcha
pul tushib qolishi ham mumkin. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qishni tugatgan farzand haqida ma'lumot vaqtida berilmasa, to'lov davom etib ketadi. Keyin tekshiruvda ortiqcha to'lov aniqlansa, uni qaytarish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun nafaqat pulni talab qilish, balki ma'lumotlarni to'g'ri va vaqtida berish ham kerak. O'zgarish bo'lsa, masalan, yashash joyi, bank karta, o'qish holati, nogironlik muddati, vasiylik, ishga kirish yoki boshqa muhim holat tegishli idoraga xabar berish lozim. 6. Noziklik firibgarlar. Har safar pensionerlar haqida yangi to'lov yoki yangi ro'yxat degan gap chiqsa, firibgarlar faollashadi. Ular telefon qilib, siz ro'yxatdasiz, pul tushirish uchun karta raqamingizni, SMS kodini ayting deyishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech qachon SMS kodini, bank ilovasi parolini, karta pin kodini hech kimga aytmang. Pensiya bo'limi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir iyulgacha pul olasiz, oldin komissiya to'lang desa, bu ham shubhali. Rasmiy to'lov uchun oldindan pul to'lash talab qilinmaydi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam. Pensiyangiz bo'yicha oxirgi 6 oy to'lovlarini tekshiring. Kartaga tushgan bo'lsa, bank ilovasidan ko'ring yoki bankdan ko'chirma oling. Pochta orqali olsangiz, qaysi oyda qancha olganingizni yozib chiqing. Miqdor o'zgarganmi? Kechikish bo'lganmi? Bir martalik summa tushganmi? Shularni belgilang. Ikkinchi qadam. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmunda yozing: mening pensiyam bo'yicha qayta hisob-kitob qilinmaganini, 1000 iyulgacha to'lanishi kerak bo'lgan farq yoki qo'shimcha summa mavjud emasligini. O'tgan davr uchun qarzdorlik bor yo'qligini tekshirib berishingizni so'rayman. Bu juda oddiy, lekin kuchli matn. Chunki siz umumiy gap emas, aniq hisob-kitob so'rayapsiz. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank karta rekvizitlari, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotlari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa. O'quvchisini yo'qotganlik holatida tug'ilganlik guvohnomasi, o'lim guvohnomasi, talabalik ma'lumotnomasi kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir vaziyatda ro'yxat farq qiladi. Lekin siz asosiy hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'ysangiz, vaqt yutasiz. 4-qadam, yozma javob oling. Agar sizga hech narsa yo'q deyishsa, iltimos yozma javob bering deb so'rang. Yozma javobda rad etish sababi ko'rsatiladi. Agar siz bu sababga rozi bo'lmasangiz, yuqori tashkilotga yoki qonunda belgilangan tartibda shikoyat qilish imkoningiz bo'ladi. Men ko'p hollarda ko'rganman. Odam yozma murojaat qilgandan keyin masala tezroq ko'rib chiqiladi. Chunki rasmiy murojaat nazoratga olinadi. 5-qadam, arxiv masalasini alohida tekshiring. Agar sizning ish stajingiz to'liq hisobga olinmaganiga shubha bo'lsa, avval ishlagan korxonangiz, uning huquqi vorisi yoki davlat arxiviga so'rov yuboring. Masalan, siz 1975 yildan 1993 yilgacha zavodda ishlagan bo'lsangiz, lekin pensiya hisobida faqat 1975 yildan 1909 yilgacha ko'rinayotgan bo'lsa, qolgan yillarni tasdiqlovchi hujjat topilishi kerak. Bu topilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. 6-qadam. Yaqinlaringiz yordamidan foydalaning. Ko'p pensionerlar internet, elektron xizmatlar, bank ilovalaridan qiynaladi. Farzandlar, nevaralar, qo'ni-qo'shnilar yordam berish kerak. Lekin bu yerda ham ehtiyot bo'ling. Hujjatlarni faqat ishonchli odamlarga bering. Bank parollarini hammaga aytmang. Agar elektron murojaat yuborilsa, matnni o'qib chiqing. Telefon raqami va manzil to'g'ri yozilganiga ishonch hosil qiling. 7-qadam. Muddatni cho'zmaslik. 1 iyulgacha degan sana bejiz aytilmaydi. Bunday sanalar odatda hisob-kitoblarni yakunlash, ro'yxatlarni aniqlashtirish, qarzdorlik yoki farqlarni to'lash, ma'lumotlarni yangilash uchun muhim bo'ladi. Agar siz hali vaqt bor deb yuraversangiz, keyin navbat ko'payadi, hujjat yetishmay qoladi, arxiv javobi kechikadi. Shuning uchun bugundan boshlab tekshiruvni boshlang. 1-kun bank to'lovlarini ko'ring. 2-kun pensiya bo'limiga murojaat qiling. 3-kun yetishmayotgan hujjatlarni yig'ing. Hayotiy misollar orqali yanada tushuntiraman. 1-misol, olim taqdir yoshli pensiyani aka oyiga 1 million 220 ming so'm pensiya oladi. U 6 oy oldin arxivdan qo'shimcha ish staji haqida ma'lumot olib kelgan. Hisob-kitobdan keyin pensiyasi 1 million 270 ming so'm bo'lishi kerakligi aniqlangan. Farq oyiga 120 ming so'm. Agar bu farq 6 oy uchun hisoblansa,
720 ming so'm bir martalik to'lov chiqadi. Agar pensioner bu masalani so'ramasa, to'lov qachon va qanday hisoblanganini bilmasligi mumkin. Ikkinchi misol. Pensioner ona kartasiga pul tushmayotganidan shikoyat qiladi. Tekshirsa, karta muddati tugagan, bank yangi karta bergan, lekin pensiya bo'limiga rekvizit yangilanmagan. 2 oylik pensiya qaytib ketgan. Bu pul yo'qolmaydi. Lekin hujjat to'g'rilanmaguncha odam kutadi. Demak, oddiy karta masalasi ham pensionerni daromadsiz qoldirishi mumkin. Uchinchi misol, nogironligi bo'lgan fuqaroning guruhi o'zgargan. Tibbiy xulosa 10 martdan kuchga kirgan, lekin yangi to'lov faqat may oyida tushgan. Bu yerda martning qolgan qismi va aprel oyi uchun farq bo'lishi mumkin. Albatta aniq summa hujjatlarga bog'liq, lekin prinsip shunday. Hujjatdagi kuchga kirish sanasi bilan real to'lov sanasi orasidagi farq tekshiriladi. 4-misol, o'quvchisini yo'qotgan oilada farzand universitetga kunduzgi ta'limga kirgan, lekin ma'lumotnoma topshirilmagan. To'lov to'xtagan. Keyin hujjat topshirilganda ayrim davrlar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bunda eng muhim narsa o'qish shakli, sana va hujjatning to'g'riligi. Talaba degan umumiy gap yetmaydi. Rasmiy ma'lumotnoma kerak. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, 1 iyulgacha pensionerlar bo'yicha yangi ro'yxat. Qayta hisob-kitob, farq to'lovlari yoki kechikkan summalar masalasida har bir kishi o'z holatini tekshirtirishi kerak. Hamma pensionerga bir xil pul beriladi deb o'ylamang. Lekin sizga tegishli summa bor yo'qligini bilmasdan ham qolmang. Pensiya miqdori, ish staji, nogironlik guruhi, bank rekviziti, arxiv hujjati, o'tgan oylar farqi va yozma javob bularning hammasi muhim. Men sizlarga tavsiya qilaman. Bugun oxirgi to'lovlaringizni tekshiring. Hujjatlaringizni yig'ing. Pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling va rasmiy javob oling. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, bu ishni unga yordam berib birga qiling. Chunki ko'p holatda odamning haqqi bor, lekin u so'ramagani, tekshirmagani yoki hujjat yetishmagani uchun pul kechikadi. Sizning hududingizda pensiya to'lovlari vaqtida tushyaptimi? Kimdadir qo'shimcha summa yoki farq to'lov bo'ldimi? Pensiya bo'limida qanday javob berishyapti? Albatta izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, kompensatsiya va ijtimoiy yordamlar bo'yicha eng muhim yangiliklarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.